Avvalgi dasturlarimizda Guliston davlat universitetida Jahon banki va IT park ko'magida yoshlar uchun maxsus trening o'tkazilayotganligi haqida xabar bergan edik. 2 kunga mo'ljallangan seminarda yoshlar og'zaki nutq ahamiyati, muloqot qilish, jamoada ishlash tajribasi va lider hamda rahbar bo'lish sirlari kabi qator ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Seminar yakuniy tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Guliston davlat universitetida o'tkazilgan soft skills treningning 2-kuni ham sermazmun va faol muhitda o'tdi. Dastlabki kun muloqot va jamoaviy ishlashga bag'ishlangan bo'lsa, bugungi mashg'ulotlar asosan liderlik, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish hamda ijodiy fikrlash mavzularida tashkil etildi. Seminar ishtirokchilari amaliy topshiriqlar orqali o'z salohiyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Har bir jamoa uchun alohida vaziyatli topshiriqlar berilib, ularning yechimi bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Hozirgi kunda yoshlar orasida ayniqsa raqamli ko'nikmalar, soft skills, ya'ni yumshoq ko'nikmalarni ega bo'lish, bularni demak bozorda o'z o'rnini topishi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda va ko'rishimiz mumkinki va hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiya vazirligi, Jahon banki va IT park tomonidan respublikada 9 ta hududda maxsus treninglar amalga oshirib kelinmoqda. Seminar yakunida ishtirokchilar kichik guruhlar shaklida o'z loyihalarini taqdim etishdi. Har bir loyiha yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni qo'llay bilish, jamoaviy fikrlash va muammoni yechishga ijodiy yondashish qobiliyatini namoyon etdi. 21-asr axborot va texnologiyalar davri bo'lganligi uchun bizga zamonaviy darslar o'tmoqda. Turli xil prezentatsiyalar, tarqatma materiallar bizga juda ham ma'qul kelmoqda. Ayniqsa bularning ta'limni rivojlantirishga doir bo'lgan o'yinlar bizga juda ham ma'qul keldi. Yumshoq ko'nikmalar bu shunchaki qo'shimcha ko'nikma emas, har bir yoshning kelajakka ishonch bilan qadam qo'yishida eng muhim kalitdir. Guliston davlat universitetida o'tkazilgan 2 kunlik seminar ana shunday ishonchli qadamlardan biri bo'ldi. Seminar yakunida qatnashuvchi talabalarga sertifikatlar topshirildi. 2 kunlik amaliy darslarni mustahkamlagan holda mustaqil ko'nikmalarni shakllantirish uchun tavsiyalar berildi.